Skochi ana tiqilib qolyapti-da takirga, shuni orqasidan. Chaynayapti-da. Takirim bir oyga bormasam buzildi. Mijozimizning iltimoslariga ko'ra biz mijozga keldik. Mijoz bizga emas. Hozir endi sifatini ko'rmoqchilar, takirimiz va skobamizni urib ko'radilar. Ma'qul kelsa olamiz deb aytdilar. Xolisona hozir o'zlaridan fikrlarini ko'ramiz. Ketdik. Chestni obzor bo'lishi uchun nima deydi? Biz xalqqa aldamaymiz. Agar ma'qul kelsa, ma'qul keldi deb aytadilar. Chunki birinchi sifatni ko'rib, keyin foydalansa bo'ladigan mahsulotligini amin bo'lmoqchilar. Endi ko'ramiz. Okay, bitta ishlat baho berasiz. Xolisona. Yana chestni bo'lishi uchun, okay, polni boshqatdan olib tashlayman. Mana otdim uni. Korobkadan boshqa olamiz uni. Mana o'zingiz foydalaning. Tosh kerakmi? Tosh olib qo'ygan yaxshi. Yana foydalanib ko'ring. Yo'q, mana shu bo'ladi aka, biz. Bo'ladimi? Bitta baho berasiz, okay, endi xolisona. Zo'r aka. Shu men o'zim xohlayotgandagi. Ma'qul keldimi? Ha. Oldingi foydalanadigan skoba takiringiz qanaqa edi? Bitta. O'sha Polshaniki. Bunaqa nikelli, uchi taxta bo'lardi. U takir yaxshi. Yo'q, yaxshi takir. Skobachi. Skoba endi firmasini bilmayman, to'g'risi, ustiga saro skotch yopishilgan. Skotchi ana tiqilib qolyapti-da takirga, shuni orqasidan. Chaynayapti-da. Takirim bir oyga bormasam buzildi. Shu muammo bilan bizga chiqdilar. Biz o'zimiz joyiga kelib, mana okadan xolisona. Oka, mana ayting, xolisona video bo'ldimi? Hozir uzmadik videoni. Yo'q, cho'tki video. Hammasi joyida. Biz hech kimni aldamaymiz. Keldilar, biz taklif berdik, o'zimiz borib joyida mana tekshirib, ko'rib, endi ma'qul kelsa olasizmi yoki xarid qilasizmi? Xohlasa olamiz aka. Okay. Sog' bo'ling. Rahmat kattagon. Charchamang. Charchamanglar aka.